Ye bare. Biz xullas Xonsaroy Fitness'damiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Qurbon hayitlar bilan farzandlarni, Yana sovg'a. tabriklaysiz. Xudo xolasa o'zingiz aytganingizdek, unaqa mayda-chuda chiqarmagan, ali sal dadilidan chiqardi yordingiz mana. Vo. Как раз qo'lga iladigan, sovg'aga arziydigan. Ha. Vallahi ham. Bizda yangi mahsulot, xudo xolasa. Bunaqasi yo'q edi. Ha, yo'q edi endi. Mana kapilka sifatida ishlatsa bo'ladi. Ichida o'yinchoqlari, shirinliklari hamma yo'q bor. Gap yo'q. Jiyanlarda, farzandlarni xudo xolasa xursand qilasiz. Ustoz bir tabriklaylik deb keldik. Hammasi gigant o'yinchoqlar bo'libdi-da. Ha, zalga chiqishni boshlagandan keyin o'zi o'yinchoqlar katta edi. U kichkinalar emas. Katta o'zi. Mayda-chuyda. Yaqinda gantelligini chiqaramiz. Chunki o'tgan safar ustozga berganimizda qo'lim kaftin ichida qolib ketdi-da. Shuning uchun kattaroqdan chiqaraylik deb. Ha, mana bular ko'rinmay qoladimi? Ha. Ko'rib. Gap yo'q. Rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat. O'zingizni ham bayramlaringiz bilan. Rahmat ustoz. Qilgan ehsonlaringiz qabul bo'lsin. Rahmat ustoz, joningiz sog' bo'lsin.